Aynalarda kesama joymas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana masjidimizda gulzorlari, mana bu To'lqinjon degan ukamiz chiroyli qilib qalampirlar, pomidorlar ekishyapti. Xudo baraka bersin, qo'llarini chiroyli qilsin. Bular aytgandan ham ziyoda bo'lsin, hosillari masjidimizga naflar tegsin. Ularga Alloh taolo jannatdan qasrlar bersin. Mana o tahoratxonamiz bityapti, xudo xolasa. Tahoratxonamiz mana unisi o'rtadagi tahoratxona, ikkalasi mana u bilan mana o chekkada esa hojatxona. O narigi balatrag'i domlalarning xonasi. Narigi birinchi darvozamiz. Mana masjidni orqa tomondagi qismi mana shu masjidimizda. 2-4 gektarga masjid qurilyapti. Maytlarda mashina turadigan joylar bor. Mana birinchi darvozasi bu yerda masjidimizda mana. Mana minorasi 43 metrdan, har bitta minoradan 43 metrdan. Mana ustalarimiz ishlashyapti hamma joyda. Mana bu tomonlarda ishlayapti. Mana gulzorlarimiz, mana masjidlar, gulzorlar hammasi. Xudo xolasa. Makkan bir xudo xolasa maqsadimiz bir yaxshi joy qilamiz bu yerga ham. Xudo xolasa. Mana birinchi darvozadan kiryapmiz. Bu masjidimizning kirish koridori bir 4,5 metr bor. Uzunligi 54 metr mana. Mana shu tepalari bilan mana. Mana asosiy xonaqaga kirish maytdan kiriladi xonaqaga. Mana bu tashqarisi. Bundan bitib qoldi, xudo xolasa. Asosiy xonaqaga kiryapmiz mana. Xudo xolasa mana masjidimiz ichlari. Xudo xolasa bitib qoldi, inshaalloh duo qilib turinglar. Kimdir tili bilan, kimdir qo'li bilan yordam berganlarga Allohning rahmati yog'sin oilasiga. Xudo xolasa mana sekin gilom yozishga tayyor mana joyimiz. Xudo xolasa gilomlar yozamiz. Mana tepalari. Mana tepa qismi 3-qavati bu. Mana mana o'rtasi mana. Mana shunaqa xohlasa. Kundan kunga chiroy ochib boryapti masjidimiz mana. Toshkentdagi ko'kcha masjidga o'xshab mana balatda masala qiladi domla o'ng qo'lda mana. Masjidning mihrobimiz mana. Xudo xolasa inshaalloh duo qilib turinglar. Inshaalloh bu yil ochamiz masjidni inshaalloh. Ko'p odamni chaqirib duolar olamiz. Mana tepasi bu. Lustra ham osamiz, xudo xolasa. Xudo yetkazadi. Alloh buyukdir. Hamma narsani Alloh o'zi yetkazadi. O'ylamagan joyimizdan kelyapti yordamlar. Mana shuni xalqimizga ming rahmat, vodiyda xalqiga, Toshkentlardan, qaytlardan ham qo'llari tegib yordam berishdi mana. Shu masjidimiz ich qismi mana shu. 54 metrga 54 metr. 28 sotik deydimi? Mana shunaqa, mana tepalari. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli bo'lib bitdi. Mana yozuvlari bor. O'rtacha qildik, unaqa yozuvlarni ko'paytirmasdan soddagina qildik inshaalloh. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Chiroyli, biz aytgandan ziyoda bo'lyapti mana hammasi. Qo'qon tomonidan kelib gullarni chizishdi mana chiroyli qilib. Inshaalloh mana duoda bo'lib turinglar. Mabodo yordam beraman desalaring, plastik kattalarimiz bor. Tashab qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Ko'ngilda bo'lsa majbur emas. Telefon nomerimiz 90lik 560 78 85, yana bitta 90lik 631 62 66.
Odil hoji aka, Yahyoxon hoji aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umringiz uzoq ulug' bo'lsin. Tez kunlarda masjidimizni bitirishga Alloh taolo o'zi yordam bersin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.